İkinci Cumhuriyetning eng og'irgi tavarruk askari Nurmuhammad Sodiqov. Oldingi asrning o'ttirlari Markaziy Osiyoning kindigiga joylashgan Munbat ili viloyatida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti davlat armiyasining eng og'irgi tavarruk askari Nurmuhammad Malik Efendi 1928-yili 8-oyda hozirgi Qozog'iston Cumhuriyetidagi Almutag'a qarashliq Chilak nahiyasida 1880-yillari ilidan ko'chib chiqqan Sodiq Axun otliq Uyg'ur buvoyning o'g'li Malik Mozdoz otliq bir Uyg'ur oilasida tug'ilgan. Uning dadisi Malik Axun Chilakdagi vaqtida mozdozchilik bilan shug'ullangan. Uning oilasi 1932-yili Hoshirvoyidi va Arambog' urushida qazo qilgan singlisi Rizvongullarning oilasi bilan birlikda G'uljiga qaytib kelgan. 1934-yili Amdila 6 yoshga kirgan Nurmuhammad G'ulji Qaridongdagi yangicha boshlang'ich maktabga o'qishga kirgan. Nurmuhammad Malik yosh o'smirlik yillarida dastlabda G'ulji Qaridongdagi yangicha fanniy maktabda, ondan G'ulji musiqa maktabida o'qigan. Orqadanla u 1945-yili 5-oyda yarim yil burun G'uljida qo'zg'algan milliy ozodlik inqilobiga fidoyi bo'lib qatnashib, milliy armiyaning otliq askarlar komandiri Mirzigul Nasirovning qo'l ostida Jing va Shixo oldingi urush saflarida xizmat qilgan. U shu yili 8-oyning oxiridan 10-oyning oxirlarigacha milliy armiyaning oqsug'i tushgan janubiy yo'lnishdagi turli harbiy harakatlarga qatnashgan. 1949-yilning oxiri Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti yiqilib, Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingandan keyin u 1951-yili yoz oylarida boshqa bir qism G'ulji yoshlari bilan birlikda Urumchidagi o'lkalik jamoat xavfsizlik kadrlari maktabiga o'qishga kirgan bo'lsa-mu, ammo uzun o'tmayla yer islohoti boshlangan va u Urumchidagi har qaysi maktablarda o'qiyotgan kadrlar ham o'quvchilardan 800 dan ortiq kishi bilan birga yakan Qashqarlarda 2 yil yer islohoti va boshqa xizmatlarga qatnashgan. 1954-yilning 4-oylarida yer islohoti xizmatlari va ba'zi avtonom yezi qurilish xizmatlarini oxirlashtirib, Urumchiga qaytib kelib, o'lkalik jamoat xavfsizlik kadrlari maktabidagi o'qishini davomlashtirib, 1955-yili 5-oyda mazkur maktabni bitirgandan keyin G'uljiga qaytib, shu yili yozdan toki 1958-yili Sovet ittifoqiga chiqib ketguchi bo'lgan 4 yilda Ili oblastlik JX idorasida kadr bo'lgan. 1958-yili Kommunist Xitoyning Sharqiy Turkistondagi turli milliy va siyosiy zulmlari mislsiz kuchaygan bir vaqtda qo'shni Qozog'istonga ko'chib chiqib, hayotining oxirigacha Almuta viloyatining Amgakchi Qozoq nahiyasiga qarashli Turgan yezisida yashagan. U bo'visi Sodiq Axunning ismini familiya qilib qo'llang'ashqa Sovet maslahatchilari va Qozog'iston Uyg'urlari tarafidan birdek Sodiqov deb atalgan. Nurmuhammad Efendi 1958-yili ayni chog'da G'ulji shahrining JX organida xizmat qilayotgan Nurmuhammad Sodiq Abdurahim Aysa qatorliq Uyg'ur millatchilarining beshiga kelgan fojialarning aman bir kuni o'z beshig'imi keladiganligini oldin to'g'ri mo'ljarlab, G'ani Baturlarning izidan minib, Sovet ittifoqiga chiqib ketishni qaror qilgan. Darvaqa shu yili 4-oygacha davomlashgan Urumchidagi atalmish yerlik millatchilikka qarshi zarba berish va kurash qilish yig'ini oxirlashgan hamon butun Sharqiy Turkiston miqyosida yerlik millatchi qalpiqi bilan tutqun qilish boshlangan. Bu chog'da Nurmuhammad Sodiq allburun Sovet ittifoqiga chiqib ketgachga uning ustidan turg'izilgan tutqun qilish buyruqi ijro qilinmay qolgan. U ko'chib chiqqandan keyin izchil bog'vanchilik va dehqonchilik bilan tirikchilik qilib, mehnati bilan turmush kechirib o'tgan. Ikkinchi Cumhuriyetning eng oxirgi tavarruk askari Nurmuhammad aka 2015-yili 11 noyabr
Almutadagi Bilal Nazimi choyxonasidagi ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyatiga qatnashganda milliy ruhni kuchaytirish, yangi asrdagi Qozog'iston Uyg'urlari oldida turayotgan kelgusi izbosar milliy kadrlarni yetishtirish masalalarida o'z fikr takliflarini bergan. U yig'in ahliga xitob qilib mundoq degan edi: 1944-yili noyabrning 12-kuni İlhan Töremning rahbarligida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilganligi e'lon qilindi. Shu kuni biz nihoyat xo'shal bo'lib ketdik. Hatto bo'klarimizni osmonga otdik. Bizning birli nishonimiz xalqimiz erkinlikka yetgandila. Mayli qaysimiz bosh bo'layli, maqsadimiz hal bo'ladi. O'zini men Uyg'ur degan har bir ziyoliga, har bir odamga shuni demoqchiman. Birinchi navbatdagi vaziyatda milliy madaniyatga va adabiyotga merosxo'rlarni yaratishimiz kerak. Shu vaqtda biz millat bo'lib saqlanib qolamiz deb o'ylayman. Qozog'iston yoshlariga va ziyolilariga deydiganim faqat shu: 2020-yili 8-aprel kuni Milliy armiya qurilganligining 75 yillik xotira kunida 92 yoshlik Nurmuhammad aka o'zining milliy armiyaga qanday qilib fidoyi bo'lganligini mundoq bayon qilgan. 1945-yili 1-may kuni cho'ng maktabga sahna yasabdi. Men shu vaqtda G'ulji shahrida muzika maktabiga o'qishga borgan vaqtim edi. Shu sahnada İlhan Törem bizga payt keldi, qarindoshlar, bosqinchilardan vatanimizni to'liq ozod qiladigan vaqt keldi. Bosqinchilardan vatanimizni ozod qilish uchun fidoyi bo'lib tizimga elininglar degan gapni qildi. Shuning bilan fidoyilikka yezildik. Bu mening 17 yoshga to'shib qolgan vaqtim edi. Formulani bergandan keyin 3 oy Sovetdan kelgan O'rus ofitserlar bizga turli harbiy mahoratlarni o'rgatdi. Shuningdan keyin bizni Janubiy Sharqiy Turkistonga elib mangdi. Armiya tashkilotimiz ayrim otliq divizion bo'lib, uning komandiri Nasirov Mirzigul edi. Biz shu yili avgustning 1-kuni G'uljidan janubga qarab mangdik. 2021-yili 4-iyul Almuta shahriga qarashliq Sultonqo'rg'ondagi bir masjidda Urumchi qirg'inchiligining 12 yilligini xotirlash marosimida so'zga chiqqan Nurmuhammad Sodiqov Xitoyning Sharqiy Turkistonni zo'r qurolliq kuch va mutahamligi bilan besib olganligini eslab, Xitoyning bugungi kunga qadar Uyg'urlarga qattiq ta'qiblash siyosati yurgizayotganligini aytgan. U Uyg'urlarning azaldan o'zining mustaqil davlatlarini qurib kelganligini, bugungi kundami vatan davosining milliy mustaqillik va erkinlik masalasining birinchi o'rinda turish kerakligini ta'kidlagan. Shuningdan keyin uning salomatlik ahvoli yomonlashib, boshqa cho'ng tipdagi xotirlash faoliyatlariga qatnasha olmagan edi. Nurmuhammad Sodiq aka 2024-yili 2-oyda Qozog'istonning Almuta shahridan 63 kilometr yiroqlikda joylashgan Emgekchi Qozoq nahiyasiga qarashli Turgan yezisidagi o'z uyida 96 yoshida vafot bo'ldi. Marhumning dafn marosimida so'z qilgan siyosatshunos Qahramon Xo'jamberdi ikki cho'ng imperiya, ya'ni kommunist Xitoy bilan Sovet ittifoqining 1940-yillarning oxiri Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini o'zlarining strategiyalik manfaatlari uchun yo'qotganligini qayta eslatgach, marhum Nurmuhammad Sodiqovning hayot musofasini eslab mundoq dedi: 1962-yili G'uljidagi namoyishning Xitoy qurolli kuchlari tomonidan qonliq bostirilishi oqibatida taxminan 150 va 160 ming yerlik xalq Qozog'istonga ko'chib chiqdi. Uning ichida Uyg'urlar 70-80% ni egallaydi. Shu davrlarda Sovet Xitoy munosabatining yangidan burilishi bilan Qozog'istondagi Uyg'urlar orasida vatanning ozodligi uchun bir qism harakatlar boshlangan edi. Men o'tgan asrning 90-yillari bu yerga kelib yangi xizmat boshlaganda Nurmuhammad aka tashkilotlarda bor edi. Biz o'tkazgan hamma yig'inlarda bor edi. Intayin vatanparvar kishi edi.
u millat uchun, o'zining vatani uchun kurash qilgan kishi. U bizning qalbimizda mangu yod etilib, qutlug' nomi qalbimizda mangu qoladi.